Akbar aka bilan. Ha. Esingizdami? Ha. Yo'lda ketayotib bularga bitta narsa aytib berdi. Haligi keksalik gashti degan she'r bor. Erkin Vohidov. O she'r aytib bersam, rosa nima qilishdi, u keyin brend bo'ldi. Uni Tohirjon yodlab olib, Tohirjon ham ko'p joyda haligi ochko olib yurdilarda. Men kechagina bir Farg'onada do'stimiz bor, Usmon Karim degan. U rosa shoir. Haligi Huvaydoni, Hoji Ahmad Yasaviyni shu she'rlarni yodlab nima qilib yuradi, lekin bir Farg'onalik shoir bitta she'rni aytib berdi. Men qiziq yodlab oldim-da uni. Juda bir ibratli ekan. Bu mana shu do'stlarni ana diydorchilik deysiz? Diydorchi. Didorlashaylik ey do'st. Suhbatni sozi qoldi. Dillarda ilmu urfon, iymon e'zozi qoldi. Ajin tushdi yuzlarga, hayot pardozi qoldi. Qordek oqardi sochlar, qishning ayozi qoldi. Omonat umrimizning ko'p ketib ozi qoldi. O'tgan kunlarimizni eslamoq qoldi bizga. Goh kulib, gohi yig'lab so'zlamoq qoldi bizga. Armon dardiga malham izlamoq qoldi bizga. Ortimizda yoshlikning ishvayu nozi qoldi. Omonat umrimizni ko'p ketib ozi qoldi. Karvonsaroy dunyoga kimlar kelib ketmadi. Manzilga yetdi, lekin murodiga yetmadi. Vo ajab, tiriklikning tashvishlari bitmadi. Qalam qoldi, she'r qoldi, tambur satosi qoldi. Omonat umrimizni ko'p ketib ozi qoldi. Bizdan boy badavlat yo'q. Ota duosini oldik. Mehribon, munis, aziz ona duosini oldik. Endi o'g'il qizlarni duo qilmoqqa qoldik. Qalbimizda bir ilinj. Allohni rozi qoldi. Omonat umrimizni ko'p ketib ozi qoldi. Gohi yo'ldan adashdik. Ergashib yomonlarga. Goh bejo ishlar qildik. Mast bo'lib yolg'onlarga. Xudoning rahmi kelsin bizdek notavonlarga. O'lchagani mahshar kun toshu tarozi qoldi. Omonat umrimizni ko'p ketib ozi qoldi. Nihol ortingda qolsin, bog'ing xazon bo'lmasin. Farzand ortingda qolsin, chirog'ing hech to'nmasin. Ortda qolsin ayoling, bevaqt ko'zini yummasin. Xudo buyurgan kuni ruhning parvozi qoldi. Omonat umrimizni ko'p ketib ozi qoldi. Kimga yoqib, kimlarga yoqmasak ham mayliga. Shon shuhrat cho'qqisiga chiqmasak ham mayliga, ko'krakka oltin nishon taqmasak ham mayliga. Sog'likda, omonlikda hayot mumtozi qoldi. Omonat umrimizning ko'p ketib ozi qoldi. She'r yozildi. Azizlar Komiljonning fikridan. Iymoni bu odamlar tavbasidan, shikridan tolmasin til hech qachon. Yaratganning zikridan didorlashaylik tez-tez. Vaqtning tannozi qoldi. Ey do'stim, umrimizni ko'p ketib ozi qoldi. Yashang. Solixon aka, mana shu gaplarga bir chiroyli duo qiling siz. Ama haqiqatan hamma narsa hozirgi she'ringizda javob bo'ldi. Duo ham bo'ldi. Ketarda qanaqa ketishlik ham bo'ldi. Iymon e'tiqodini ketaverish ham o'zidan bo'lmaydi. Luqmani halol qilish eng birinchi vazifamiz aka. Agar luqmani halol qilinsa, qolgan ishlar sekin o'z joyiga kelaverar ekan. Hammamiz ketarda G'afur imomning Amin. Allohu akbar. Yashang. Gruppaga tashab qo'yasizmi? Ha, gruppaga tashab qo'yaman. Sizda ham selqa bor. Rahmat. Tan berishga shuncha narsa yozmaganingizga qo'yib o'tiribsiz. Yo, u